Bunun 50 koy kesse, ama meslek çayının bakımı 50 koy kedi o. Tek bir yerde bak uçuruş çayının bak. Çoğun çayının bakı, küçük çayının bakı, oğul meslek çayının bakı, kız meslek çayının bakı, adık çayının bakı, hoşluş çayının bakı, Katar çayının bakı, sata çayının bakı, dutta çayının bakı. Estağfurullah ekber. Bana bir günde 15 çayının bakı kepti. Her birisine az degende 50 somdan hayırsak, 750 som kuduk küçüp gidiyordu degen gep. Lekin benim bir aylık maaşım 550 son. Ey, bala kaza, toymaz bağakla. Sizler her gün arkadan kilo olup, bizni yağa kıyıp içtin de. Assalomu alaykum Qasim aka. Aleyküm selam qandaysan? Tudulmatingga salom etma. Salomat qanday? Yomon emas, bu yerda o'zing mundishib ketibsan Qasim aka. Üzem bilan emas, men bağaqlı bilan mundishib o'taman ay qani. Bu bağaqlaring nima deydi? Nima deydi? Olaman deydi. Shiriman deydi. Ha, bu yerga kelib qolsan bu. Mishada bir necha bağaq nima Qasim aka, berib o'tib ketay deb kelishib. Ala shahringni. Endi yana qancha pullik bağaq keldi menga? Buning qancha pulligini uqmayman. Buni o'zing bekor olganga o'ltirib hisoblab olmamsan Qasim aka. Ha, men ketmam sen. To'xta. Men qo'limdagi bağaqni o'qib, etdiganingizga ko'zimni to'lishib ketdi degina. Endi xafa bo'lma, o'zing bir o'qmagina. O'qib bersam o'qib beray, lekin bir shartim bor. Nima sharting bor? Uyingda to'y-to'ykim bo'lib qolsa, men bağaq yozmay chiqanda. Bo'ldi, sen chataq yo'q. Amiz quloq solib mana o'qidim. O'qi. Hurmatli Qasim To'xti. Xo'sh, mana men bor. Ailengiz bilan 5-oyning 4-kuni o'tkaziladigan o'g'limizning xatni to'y maslahatchiga qatnashib berishingizni so'raymiz. Hurmat bilan Qasim To'xti. To'xtun afgan. Bu Qasim To'xtiniki bir o'g'li bor-da? Ha, bir o'g'li bor qana deysan? O'tganda to'yni qilib bo'lmadi buniki. Ey, men buni to'yga berib, balasiga 5 kun tutqizib qo'yay deb, shartsiz sulasam, men qo'limga ko'p taraqlab turadigan 2 ko'ymiki? yo'q. 2 kun kendamsan. Bak, 100 kun chiqmadi degina. Sen 100 kun ko'rabmi baqqanmi? Ha, 100 ko'yni ko'rgan daqiqa, 100 ko'y deganlikka uşaq vallahi cho'kimiz elemaydigan pash bo'lishdi. 100 kun degan bog'i? Ming mo'chanchimi? Ming mo'chan. Sen de bunu jiratni ko'rib qolsang, noyime o'shingdagidek 3 kun yetaversan. Ha, Qasim aka, shunda qarsan qo'limda 100 ko'y turgan, qo'rqib ketib shaqqa degan chiqishlamabsan degina. Esli, shunda qilgan bo'lardi sen degandek. Ha. Lekin hammada men qarab turgandan keyin bermay bo'lamizkan. Oxiri 100 ko'y bilan yig'lab turib xo'shlashdim-da. Uyga bir xotin bilan kechirim ushlashdim. Xotnida tayoq yegasakcha, xotnim yo'g'on xotin. Sen bu yo'g'on gap qilma. 100 ko'y bekadin bekar yenig'dan chiqib ketsa, sen bu anaqa xotinga 5 ta balangdan tayoq yeysiz ha? Hey Qasim aka, mushunda japa tatqicha, balani ko'rmas shelib bermayli pulni o'tab kelsa olmamda. Hukumi, ular bog'i bolasini shaytonga qochib qutulanmaydigan muhim strategik o'ringa yotqizib qo'yib, yanada bir so'm qo'yib qo'ydi. Ha, so'm qo'yib qo'ydi. Aynan ustiga balaning yanada bir soqchi, bir kasser, yana bir buxgalter tursa, qanday tutilgani bo'ladi? Soqchi koji buxgalter? Ular nima ish qiladi bu yerda? Kasser haqdan tushgan pulni sanab turdi. Sanab turdi. Buxgalter o pulni daftarga yozib turdi. Soqchi puli qanday chiqib, uchib, ikkisini yonchiqqa chirib ketmasin deb qarab turdi. Ha, Qasim aka, sizlar ulardan nima sat qildingmi? Voy, nima sat qildi? Endi mening balam qachon xatni qilgidek bo'ladi deb intiqom olishni masat qildi. Intiqom. Qiziq masat oldi bu Qasim aka. Qasim To'xti, Qasim To'xtiniki balasi xatni qilib qo'ygandan keyin og'dil 2 oy o'tay o'tmay uni o'ylab qo'ymaganda. Qasim aka, 7 yoshli balani o'ylab qo'yam deyva. Emis bu nima to'ymavi? Voy, bu bundan to'y o'tgan u Qasim To'xtining balasini xatnisi chala qilinib qolgan gap Qasim aka.
Madem yana bir bakma okup buraya. Ha, tatılma eliyorum ukam, tulkum sizde. Kütüremezsem sangırtılınmasın buna. Hürmetli Kasım Tohti. Xotinimiz bilan 5-oyning 4-kuni o'tkazilgan to'y ma'rakam qatnashib bergaysiz. Hurmat bilan Yasin Tohti. Yasin Tohti'ga kim bu? Do'ngmayaldagi shappirt Yasin Tohtichi. Bilmamsan? Ha? U yakında tek 9. xotini olgan tuğa. Kasım kaçı uqmaydi kelsandik na. Onunki bu 9-xotinni qo'yib bergandan keyin 3-chi qatim to'y qilishi. Anladingmi? Kunda bir xotin olgan bir xotin qilish narsa o'xshamaydi. U yoqqa borasa Kasım ka. Ha, boraman. Ada, u deydi, Kasım ag'inamga deb qo'y. Men sovg'at olaman deb avar olmasin. Agar faqat ko'ngil unimasa, 2-3 ming ko'ylab narsaga ba'zi bo'ladi deb shunday deydi. Navattaki kıptıkan. Ya Allah, şu günü pulum bozma ağa. Onun aç tatlı sözleyen ağzını çaplay için bir kallak yar yürüm alıp barımın gelim tutam. Ya Şimdi bana bağırsa olmaydı Kasım ka. Ana, eğer yağı barasa Kasım ka. bağmamdıgan canım tutam. Tek birinci ayda tuğulgan günde kıttı bağlantım. Yani 3 ay ötmey yana kıttı. Bu hanımın anısı bunu birinci ayda putunu tuğup, 5. ayda 5'ini tuğuptu. Kasım ka. Bunu tutup Kasım ka. Sıkılıp bağırsalı oldu o yani. Ha bari bari. Hem sen bir bakma kulak söyle. Yanım ufkam. Ufkam canım ufkam ufka. Ya bağrım diye kansın. Uku. Hürmetli Kasım Tohti. Hoş. Jekil tanıdım bana ben. 5-oyning 4-kuni idora boshliq bo'lganligi munosabati bilan uyushtirilgan ko'ngil etish ma'rakamizni qatnashib bergaysiz. Hurmat bilan Achujon. Açucan. Va, Achujonlar deb ko'ngil qiyjima Kasım ka. Ha şunda. Ular albatta quruq bo'lmasa boshqa. Yoksa kuruq baram ufkam. Ya hoşamet somkamını kötülep. Tas yugur barmen ha. Çünkü o emel tutup parayı ise maminin gelim diye edemezsin ha. Kasım ka. Qara, agar xushamet somkang bo'lmasa, bizim uyda bir necha xushamet somkasi bekor turib ishlab turasiz, ha? Himmetinge rahmet canım ufkam. Amsa o'qidim hamsa. Oku. Hurmatli Kasım Tohti. Hoş, mana men. Ailemiz bilan 5-oyning 4-kuni hukumatning ishga qiz uyi ko'chganligi munosabati bilan o'tkazilgan uy yo'qlash ma'rakamizga qatnashib berishingizni so'raymiz. Gel barasiz. Bağmamdıgan canım ufkam. Bağmamdıgan. Öy salımende biri çim bulap ketken tursa, hocamdan ki bağımsam kandak bulur ufkam. Ha, Kasım ka, bağımsınız bo'lmaydi. Ularga endi albatta xotinning qip-qizi o't qashday kelimidan birini ko'tarib bağımsınız bo'lmas, Kasım ka. Hep ağzınız dingürsek koygıda gep kurdunuz ha canım ufkam. Qiziq gap qilsanda. Bardigan bo'ldingmi? Ha, bardigan bo'ldim. Hamsa, yana bir bakma, quloq sol. Alloh. Hurmatli Kasım Tohti. Hoş. 5-oyning 4-kuni Makka Madinaga haj qilish munosabati bilan o'tkazilgan safar cheyimizni qatnashib berishingizni so'raymiz. Hurmat bilan kandidat Hajim Qodivoy, shatliq restorani. Ufkam ha? Bu hacımda heremge menişten aldı da taza bir kaynap yaşıyordu gene ha. Ben o barasa Kasım ka. Ha, bağmamdıgan canım ufkam. Ulağın neçe un koyulap yolluk tutsak, heremden kaç gelip ağzımızga bir tal homsep koysunlar. Razılap bir hak tutsak, bağmayı bulandı canım ufkam. Yani bakın bağım ufkam. Hurmatli Kasım Tohti. Hoş. 5-oyning 4-kuni balamizga yangidan tish chiqqanligi munosabati bilan o'tkazilgan ma'rakamizga qatnashib berishingizni so'raymiz. O barasa Kasım. Bunda katta meriyeti bağımsam bulandı ufkam. Çünkü başkalarının bazı çıkmayı kaylaya çıkı demezsin ha. Kasım ka, hamsa yana bir bakma, quloq sol. Hurmatli Kasım Tohti. 5-oyning 4-kuni qizimizning quliqiga oliq etish ma'rakasi qatnashib bergaysiz. Bu kandak meriyeti ufkam. Kasım ka, hozir o'g'li bola xatni to'yi, yigit to'yi deb ikki to'y qiladi emasmi? Shuning uchun men qiz bolami biz ziyon tortib qoladi ekanmiz deb, qizining quliqini tiyishib halqasidigan kunni rasmiy ma'raka qilib bekitdi. Ha, mandakta. Bunu öyle kız vallahi kulak hedi duyuyor deydiniz de. Ha, bana. Okun. Kasım ka, bak ne tugab ketdi. Tugab ketdi ufkam. Hamsa men sizga sog' salomat topshirdim, jumamiz Bağı tugab ketsin, ben kandak kılam ufkam. Baxtingiz bo'lsa, yana kech vaqt birini ichib kelib qolar. Sizden başsız bağı okuyanmaz, gitmesin canım ufkam ha. Meni ishi bor Kasım ka, men qaytaman. Birden otamamsın. Sizge fakat çizemezsin canım ufkam. Xudoyim emanet. Ya Allah. He, Kasım ka. Voy, Bir nima yil gap? qilib tashqirtma emasmi? Ha. Bizim uyda yaqinda bir to'y bo'lmoqchi. Nima to'y? Anamning qaynonasini agir uytaylik degan to'y. Shuna qatnashib bilasiz, ha? Ufkam. O ananızdan kaynanası olgan diye üyeye kurban var. Asılıp basan bula mı?
Şıkılı basınız buldu, bakınızı yezintem ya. Ya gezmişsin oldu, hatırca bu da. Abi, sen kettin, Kudayımga ahır kıtım bir amanet. Allahu Ekber. Bana